ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan videolarimizdan keyin ko'pchilik tanishlarimiz nimaga bu mavzuda ish boshladilaring, bu mavzu unchalik qiziq emas-ku degan savollar berishdi. Shuning uchun bugun nima uchun bu mavzuni tanlaganimiz haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni bu dunyoda biz jamoamiz fikricha eng asosiy ishimiz bu farzand tarbiyasi deb o'ylaymiz. Lekin bugungi kunda ota-onalar birorta farzand tarbiyasiga oid kitob o'qiyotgan yoki podkastlar ko'rayotganiga guvoh bo'lmaymiz. O'sha kitoblarni o'qish yoki podkastlar ko'rish haqida tavsiya bergan ota-onalarimizda bu kitobingdaqa bo'lmaydi, hayot boshqa degan vajlar ko'rsatiladi va biz shu ota-onalarga aytardikki, to'g'ri, kitob sizga 100% to'g'ri yo'lni bermas, lekin farzand tarbiyasida ba'zi xatolarni qilishingizni oldini oladi. Farzand tarbiyalayotgan ota-onalarga qat'iy bir ohangda aytmoqchimizki, hurmatli ota-onalar, unutmang, siz farzandlaringiz uchun mas'ulsiz. Ular yaratganning buyuk ne'matidir. Ular sababli siz ota-ona bo'lish baxtiga muyassar bo'lgansiz. Dunyoni ulug' donishmandlardan biri, betakror mutafakkir Jaloliddin Rumiy aytadiki, har bir inson 100 yilni reja qilish kerak. Va shu fikrni davomi o'laroq xitoylik siyosatchi va mutafakkir Guan Jun aytadiki, kimki 1 yilni reja qilsa, urug' eksin, 10 yilni reja qilsa, daraxt eksin, 100 yilni reja qilsa, farzand tarbiyalasin. Ya'ni farzand 100 yildan keyin ham sizga manfaat keltirib turadi. Qaysi tarbiyali farzandlar. Xo'p, bugungi kunda deylik bir kishi 24 yoshida ota bo'lyapti. Bir 22 yoshida ona bo'lyapti-da. Ular farzand tarbiyalash bo'yicha yetarli malakaga, bilimga ega emas. Sababi ular o'zi ham hali bola holatida. Va ular farzand tarbiyasida qorong'u bir ko'chaga tushib qolgandek bo'lyapti. Mana shu holatda nima qilish kerak? Aslida Isak Zalsman aytganidek, yaxshi farzand tarbiyalash boylik to'la xazinalardan afzaldir. Sababi bu dunyodagi eng katta boylik, eng katta xazina tarbiyali farzand. Ya'ni har qancha to'plagan boyligimiz bu dunyoda qoladi. Tarbiyali farzanddan esa 100 yillar davomida yoki undan ham ko'p bizga savobli amallar borib turishi mumkin. Biz nima qilamiz? Bola tarbiyasini qo'yib, asosan uni moddiy tomonini ta'minlashga harakat qilamiz, boylik yig'ishga urinamiz, harakatlarni davom ettiramiz. Va aksariyat kuzatuvlarimizda butun umr yiqqan boyliklarini farzand tarbiyasidan voz kechib, yig'ilgan boyliklarini ana o'sha tarbiyasiz farzandlar shunda qisqa vaqt davomida ko'kka sovurganiga guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun farzand tarbiyasi boylik yig'ishdan ko'ra muhimroq degan fikr bor. Buyuk Xitoy devor haqida bir video bor edi, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Xitoyliklar bizni dushmandan himoya qiladi deb butun Xitoy davlatini devor bilan o'rab chiqishga harakat qilishadi va o'sha devor bilan band bo'lib farzand tarbiyasiga vaqt ajratmay qo'yishadi. Va kunlar keladi, dushman bostirib kelganda tarbiyasiz qolgan farzandlar shaharni himoya qilish kerak bo'lgan darvozani ochib berishadi va xitoyliklar bor kuchini sarflagan, ularni himoya qilish kerak bo'lgan devor ularni dushmanlardan himoya qilish vazifasini bajarmaydi. Farzand tarbiyalash uchun asosan ota-onalar o'zimiz mas'ulmiz. Agar vaqtimiz ortmayotgan bo'lsa, imkon darajasida vaqt orttirishga harakat qilishimiz kerak. Vaqt orttira olmagan taqdirimizda ham bolani bo'sh qoldirmaslikka harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni uni bo'sh vaqtini nimalar bilandir band qilishimiz, ya'ni o'zi uchun foydali, kelajagi uchun foydali bo'lgan biror narsa bilan band qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda asosan kitob o'qish yoki uni birorta ustozga olib borish, hech bo'lmaganda sportga olib borib uni band qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi.
Chunki juda ko'plab tarbiyasiz ishlar, ya'ni boladagi yomon odatlar uning bo'sh vaqtida shakllanadi. Bitta ajoyib gap bor. Agar nafsingni yaxshi narsalar bilan band qilmasang, u seni yomon narsalar bilan band qilib qo'yadi degan gap bor. Ya'ni farzandlarimiz hali yosh bolada u nima yaxshi, nima yomon tushunmagan holatda bo'ladi. Shuning uchun uni nafsini yaxshi narsalar bilan band qilishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Qachonki u nafsini yaxshi narsalar bilan qondirib borganda, biz u farzanddan kelajakda yaxshi narsalarni umid qilishimiz mumkin bo'ladi. Farzand voyaga yetgunga qadar albatta unga ota-ona mas'ul bo'ladi. Imom G'azzoliy aytadiki, farzand ota-ona qo'lidagi omonatdir. Uning qalbi pokiza gavhar kabi bo'ladi. U yaxshilikka o'rgatilsa, mana shu bilan ulg'ayadi va dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Agar yomonlikka o'rgatilsa, xuddi hayvonlar kabi o'z holiga tashlab qo'yilsa, baxtsiz bo'lib katta bo'ladi. Ko'p ota-onalarda qiyin bo'lar, lekin tan olishimiz kerak, tarbiyasi uchun juda kam vaqt ajratyapmiz. Oddiy o'tirib, farzandim tarbiyasi uchun shu kungacha nima qilib ko'rdim? Bugun nima qilib ko'rdim? O'tgan hafta nima qilib ko'rdim deb solishtirib, hisob-kitob qilib ko'rsak bo'ladi. Al-Xorazmiyda bitta mashhur o'xshatishi bor. Aytadiki, agar deydi, inson tarbiyali bo'lsa, u 1 ga teng bo'ladi. Agar u boy bo'lsa, unga 0 qo'shiladi, 10 ga teng bo'ladi. Agar aslzodalardan bo'lsa, yana bitta 0 qo'shiladi, 100 ga teng bo'ladi. U chiroyli bo'ladigan bo'lsa, yana 0 qo'shiladi, 1000 ga teng bo'ladi. Endi agar tarbiyasiz bo'ladigan bo'lsa, hammasi 0 ga teng bo'lib qoladi deydi. Farzandlarimizni yaxshi ishlarga odatlantirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qiynamasdan, oz-ozdan. Ya'ni bugun farzandim tarbiyalashim kerak ekan deb, bugundan boshlab qatirib, uni bo'sh vaqting qolmaslik kerak deb, oddiy kitoblarni berib, boshqalarni qilib qiynamasdan, oz-ozdan doimiy, eng kamida 21 kun birorta yaxshi ishni o'rgatib borsak, 21 kundan keyin o'zi odatga aylanadi va o'zi shu yaxshi ishlarga odatlanib boradi. Ya'ni ozgina. Birdaniga uni qiynab qo'yadigan bo'lsak, bugun xo'p mayli, 3 soat, 4 soat kitob o'qir. Ertaga shu 2 soatga tushadi, keyin 1,5 soatga tushadi. Rosa bo'lsa 1 hafta o'qir, keyin yig'ishtiradi. Undan ozginadan yarim soatdan har kuni doimiy bo'lgani manfaatliroq bo'ladi farzandimiz uchun. Ya'ni kitob o'qigan bolada tarbiya masalasida ham muammolar kamroq uchraydi. Konfutsiy aytadiki, boshoq yetilib pishishiga xalal beruvchi narsa begona o'tlar emas, balki dehqonning beparvoligidir deydi. Ya'ni ota-ona beparvo bo'lsa, farzand tarbiyasiz bo'lib qoladi degan narsa. Ya'ni tarbiyasiz farzandlar bo'lishiga beparvo ota-onalar sabab bo'ladi. Keyin o'sha ota-onalar turli xil bahonalar bilan, turli xil sabablar bilan o'zlariga bahona topishadi. Bir kuni afandi deylik, hovlida oqtarayotgan ekan, uzugini oqtarayotgan ekan. Keyin ko'rgan afandim, nima qilyapsiz? Desa, uzugimni oqtaryapman. Uzugingizni qayerda yo'qotdingiz desa, og'ilxonada yo'qotdim. Og'ilxonada yo'qotganimiz bu yerdan nima oqtaryapsiz? Og'ilxona qorong'i ekan, bu yer yorug' ekan, shu yerdan qidiryapman degan ekan. Ya'ni farzand tarbiyasini boshqa yoqda qo'ygizib, biz boshqa joydan bahonalar topishga harakat qilyapmiz. Barcha ota-onalarda kuzatiladigan tabiiy bir holat, ya'ni har bir ota-ona farzandiga o'zidagi eng yaxshi narsalarni qoldirishga harakat qiladi. Deylik, chiroyli uy, yaxshi mashina, boshqa narsalar. Lekin ota-ona farzandiga qoldiradigan eng yaxshi narsa bu yaxshi xulq va chiroyli odob hisoblanadi. Chunki chiroyli odob farzandingizni 2 dunyo saodatiga yetaklaydi. Chiroyli odob farzandingizni jannatdagi martabasini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Chiroyli odob qiyomatda farzandingiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishiga sabab bo'ladigan ish hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech bir ota-ona farzandiga go'zal xulqdan ko'ra foydaliroq biror narsa meros qoldira olmaydi deganlar.